Agarda farzandlarimiz shamollab istimalasa, nima qilamiz? Albatta, biz onajonlar birinchi bo'lib issiqni ko'rpaga o'rab, isitma tushiruvchi dorilarni berib, qolaversa uqsuzli va spirtli suvlar bilan yengil uqalashni odat qilganmiz. Lekin aziz onajonlar, bu kabi usullarni qo'llasangiz ham farzandingizni isitmasi bir tushib bir chiqsa, 2 kunda ham farzandingiz davo topmasa, unda darhol shifokorga murojaat eting. Aks holda siz o'ylagan bu oddiygina shamollash farzandingizda og'ir asoratlar qoldirishi mumkin. Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazda Yoshlar telekanalining Men onaman ko'rsatuvi. Bugungi mavzuyimiz shamollash haqida. Bolada shamollash belgilarini qanday bilish mumkin? Bundan ham oson savol bormikin deyotgandirsiz. Lekin aziz onajonlar, bu belgilarni yana bir bor sizlarga eslatib o'tmoqchimiz. Demak, bugungi ko'rsatuvimizning pediatr shifokori Yulduzxon Sohibova, xush kelibsiz. Aytingchi, bolada shamollashning ilk belgilari qanday namoyon bo'ladi? Hozirgi vaqtda bolalar orasida ayniqsa o'tkir respirator virusli infeksiyalar juda ham ko'p uchramoqda. Buni asosiy sababi, ya'ni o'sha tashqi muhitda 200 dan ortiq viruslarni borligi hisoblanadi va bu ayniqsa O'zbekistonda 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda ko'proq kuzatilishi, adenoviruslar va gripp A virusini ko'proq kuzatilishi bilan bormoqda. Buni asosiy simptomlarini bilishimiz mumkin. Bolada yosh kichikroq bolalarda injiqlik, bezovtalik, uyqusini buzilishi, ishtahasini kamayishi, ya'ni oysini emmay qo'yish va isitma ko'tarilishi bilan boshlanishi mumkin. Isitma demak bolani yoshiga qarab, immun sistemasiga bog'liq holda bo'lishi mumkin. Bu 37 gradus holatda, ya'ni febril holatdan boshlanib, yuqori gradusgacha 38,5-39 gradusgacha ko'tarilishi mumkin. Keyinchalik bolalarda o'sha 2-3 kundan keyin, inkubatsion davridan keyin yo'tal qo'shilish holatlari ham kuzatiladi. Dastlab bolalarda quruq yo'tal bilan namoyon bo'ladi. Keyinchalik bakterial infeksiyalarning qo'shilishi natijasida balg'amli yo'tallarga o'tishi mumkin. Rahmat. Bugungi ko'rsatuvimizga mana shu bolalarda shamollash ko'p kuzatiladigan onajonlarimizdan birini taklif qilganmiz. Hozir studiyamizga ularni taklif etamiz. Dilfuzaxon, xush kelibsiz. Marhamat, o'zingiz haqingizda gapirib bering. Ismim Dilfuza, 29 yoshdaman, ikkita farzand onasiman. Bolalar parvarishida, sog'lom o'sishida pediatrga juda ko'p boramiz, juda ko'p ishim tushadi. Va sizga hozir beradigan savolim, sovuq tushdi va shu vaqtda majbur bo'lib ona sutidan mahrum qildim bolamni. Shunda shamollashi juda ham ko'paydi. Bolani immuniteti shakllanishida ona suti shunchalik muhimmi? Hozirgi vaqtda o'zi bolalarni 2 yoshgacha ona suti bilan emizish bu foydali hisoblanadi. Ya'ni shu yoshgacha bo'lgan davrda bola immuniteti yaxshi shakllanib olishi mumkin. Lekin agarda ba'zi holatlarda ona suti bilan emizish holatlarini to'xtatishga majbur bo'lsa, bunda qo'shimcha smeslardan foydalanish mumkin. Yulduzxon, aytingchi, ona emizish jarayonida shamollagan. Bolaga ham sut orqali o'tishi mumkinmi bu shamollash? Agarda onada shamollash holati kuzatilgan bo'lsa, albatta bu qaysi infeksiya bilan kasallanganligi, qaysi darajadaligiga bog'liq holatda bo'ladi. Onani albatta bolaga o'tishi mumkin. Bu holatda onalarimiz tezda tabiiy yo'llar bilan davo choralarini boshlashi kerak bo'ladi va tabiiy usullardan bolasini asrash uchun o'sha maskalar taqqan holda infeksiyani yuqtirmaslik uchun xonani tez-tez shamollatish va ba'zi holatlarda dori qabul qilish holatlari ham yuzaga kelishi mumkin. Bunaqa holatlarda biz o'sha onalarga tavsiya qilamizku, dorini qabul qilgandan keyin kamida o'sha 2-3 soat davomida bolani emizmaslikni tavsiya qilamiz. Chunki ona suti orqali bu dori bolaga boradi va bolani ham zararlantirishi mumkin. 2-3 soatdan keyin emizish bu nisbatan samaraliroq bo'ladi. Ungacha agar bola juda ham bezovta bo'lsa, o'sha qo'shimcha smeslardan foydalanib turish tavsiya qilinadi. Mana chaqaloqlarga onalar shamollashi yuqmasligi uchun qandaydir dori vositalarini berish kerakmi yoki tabiiy usul? Chunki u chaqaloq hech narsa yeya olmaydi, icha olmaydi. Tomchilar berish kerakmi yoki hech qanday narsa berish shart emasmi? Agarda bolada hech qanaqa kasallik belgilari kuzatilmasa, albatta bolaga nimadir berish tavsiya qilinmaydi.
faqat uni yuqmasligini oldini olish uchun choralar, ya'ni uy sharoitida birinchi o'rinda virusli infeksiyalar bolalarga ko'proq kuzatilgani uchun ham xonani tez shamollatish, keyin bolalarga suv ichirish, ya'ni ko'p suyuqlik ichirish bu kasallikni oldini olish va yuqqan infeksiyani tezroq organizmdan chiqib ketishiga yordam beradi. Chaqaloqlarga qanday suv beriladi? Qaynatilgan suv berish mumkinmi? Qaynagan suv berish mumkin. Bu faqat bolani organizmini tanlashidan kelib chiqqan holda, chunki juda ham ko'p holatda 6 oygacha bolalar qo'shimcha ovqatlar qabul qilmagani sababli suv so'ramasligi mumkin. Ba'zi bolalar ya'ni so'raydi. 6 oydan keyin bemalol bolaga berish mumkin. Faqatgina 6 oygacha qaynagan oddiy suv beriladi. 6 oydan keyin qo'shimcha ovqatlar berilganligi sababli ularga olmali sharbat berish mumkin. Bilasizmi Yulduzxon, xalqimiz orasida bugungi kungacha dodalarimiz, buvularimizdan bizga davom etib kelgan bir odat, shamollash virus uyga kirib keldi, darrov isiriq tutatib yubor deyishadi. Bu qanchalik to'g'ri ekan? Masalan, men isiriq tutatilganda allergiyaga moyilligim bor, ozgina qichish boshlanadi. Sizdachi? To'g'ri, bizda ham isiriq tutatishadi, lekin tartib qoidasi bilan qilamiz shu ishni. Ya'ni uyda hech kim bo'lmaganda isiriq tutatamiz. Bu rostdan ham shamollashni oldini oladimi? Quritilgan o'simliklarni, ayniqsa o'sha isiriq organizmga rostdan ham viruslarni o'ldirish xususiyati bor, lekin hozirgi vaqtda juda ham ko'pchilik bolalarda, umuman yosh kattalarda allergik holatlarni ko'proq kuzatilishi buni o'sha isiriq tutatilgan vaqtida aksincha bolalarni bo'g'ilib qolish holatlari yoki o'sha kasallik, yo'tal belgilarini ko'proq kuchayib ketishiga sabab bo'lmoqda. Shu sababli ham agarda bola sog'lom holatda, uyda hech qanaqa allergik kasalliklar kuzatilmagan holatlarda isiriq tutatishni tavsiya qilinadi. Bu faqat me'yorda bo'lishi kerak, juda ko'p miqdorda emas. Tutatilgandan keyin tezda xonani shamollatish kerak bo'ladi. Yana qanday tabiiy usullar bilan shamollashni oldini olish mumkin uy sharoitida? Uy sharoitida, demak, bolalarni belgilaridan kelib chiqqan holda tavsiya qilinadi. Agarda bolada isitma qilish holatlari kuzatilsa, juda ham tezlik bilan tabletkalar berishni tavsiya qilmaymiz. Bolalarni to'liq yechintirgan holatda sovuq suv bilan, sekinlik bilan, paxta bilan ularni surtib, temperaturasini tushirishga yordam berishini tavsiya qilamiz. Ya'ni juda ko'pchilik onalarimiz o'sha 37 gradus holatda ham bolani isitmasini tushirishga harakat qilishadi. Lekin aslida 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda 37 gradusli temperatura bu normal holat hisoblanadi. Dilfuzaxon, aytingchi, farzandingizni isitmasi chiqqanda siz nimalar qilasiz? Qaysi usullardan foydalanasiz? Birinchi bo'lib keng tarqalgan usul, ya'ni spirtlash. Ilig'i spirtni badaniga surib, yo'lim. Keyingisi har xil svecha, issiq tushiruvchi preparatlar. Bu to'g'rimi, Yulduzxon, nima deysiz? Birinchi holatda hozir aytganimdek, allergik kasalliklarni ko'proq uchrayotganligi, bolalarni juda ham ko'pchiligi diatez bilan tug'ilayotganligi sababli biz spirt bilan artishni tavsiya qilmaymiz, kamdan kam holda. Chunki bu birinchi holatda siz o'sha iliq suv bilan paxta qilib artganingiz ko'proq foydali bo'ladi. Chunki siz bolangizda allergik foni yuqorimi, sezgirligi yoki yo'qmi, buni bilmaysiz. Va juda ham tezlik bilan svechalardan foydalanish noto'g'ri hisoblanadi. Chunki bolani isitmasi 38 gradusgacha faqat tabiiy yo'llardan foydalanish kerak. Unga ko'p miqdorda suyuqlik ichirish, butun tanasini artish bilan birgalikda olib boriladi. Aytingchi, Yulduzxon, yosh onalarimizda dori qutisida nimalar bo'lishi kerak? Birinchi o'rinda gidrometr, ya'ni uy haroratini o'lchaydigan bo'lishi kerak. Bolani temperaturasini o'lchash uchun termometr bo'lishi kerak. Tajribamdan kelib chiqib, onalarni o'sha termometrda temperaturasini o'lchamasdan, shunchaki boshini ushlab ko'rgan holatda ham tabletkalardan, svechalardan foydalanganligi haqida aytishadi. Bu juda ham noto'g'ri hisoblanadi va ko'p miqdorda suyuqlik ichirish kerak bo'lgani uchun albatta qaynagan suv turishi kerak bo'ladi doimiy ravishda. Men farzandim shamollaganda injiq qaysar bo'lib qoladi. Vannaga iliq suv qilib, havoya solib, uni kayfiyatini ko'tarib, tinch uxlashi uchun yuvintirib uxlataman. Lekin
yaqinlar o'rtoqlarim ko'p tanishlarimiz maslahat beradi cho'miltirmaslikni. Nima shamollaganda shunchalik xavflimi cho'miltirish? Adaptatsiya holati qanaqa holatda ketayotgan bo'lsa, ya'ni bolani siz har kuni cho'miltirayotgan bo'lsangiz farzandingizni xuddi shu holatda har kuni cho'miltirish yoki haftasiga 3 marta cho'miltirayotgan bo'lsangiz xuddi shu tartibda shamollaganda ham 3 marta cho'miltirish kerak bo'ladi. Faqat 2-3 daqiqa davomida, ya'ni tezlik bilan cho'miltirish tavsiya qilinadi. Shamollash davrida immunitetini ko'tarish uchun multivitaminlardan foydalanish foydalimi yo keraksizmi? 7-10 kun yoki ba'zi kasalliklar 14 kun davom etishi mumkin. Shu vaqtda vitaminlarni tavsiya qilish bu noto'g'ri hisoblanadi. Chunki organizm o'zida so'rilish kamaygan vaqtida yana yangi so'rilishga moyil bo'lgan vitaminlarni qo'llash noto'g'ri. Organizmi to'liq o'sha kasallik bilan tuzalgandan keyin ikkinchi etapga shunday vitaminlarni qo'llash mumkin. Yulduzxon, bola kasal bo'lganda onalarimiz ko'pincha bolani issiq qalin qilib kiyintirib qo'yishadi. Bu qanchalik to'g'ri? U terlab ketmaydimi u sut kiyimlarda? Bu juda ham noto'g'ri, chunki juda ham qalin kiyintirganda bolani organizmiga naborot terlash ortib ketadi. Bolaga paxtali bo'lgan matolardan tikilgan kiyimlarni tavsiya qilamiz. Aytingchi, shamollashda qanday damlamalar foydali? Namatak, voychechak damlamalari juda ham qo'l keladi deyishadi aslida. Ha, to'g'ri. Rostdan ham moychechak damlamasi yallig'lanishga qarshi vosita hisoblanganligi sababli ham men o'zim ham tajribamdan kelib chiqib juda ko'p holatlarda tavsiya qilaman. Namatak damlamasini faqat allergiyasi bor bo'lgan bolalarga tavsiya qilinmaydi. O'sha qizil karotin moddasi borligi sababli ham shalfeyli damlamalarni, romashkali damlamalarni ko'p miqdorda bolalarga tavsiya qilish, ularni ichirish bu samarali hisoblanadi. Yulduzxon, yosh onalarga yana nimalarni tavsiya etgan bo'lardingiz? Ko'pchilik onalarimizni o'zboshimchalik bilan davolashi, ularni turli xildagi dori vositalaridan foydalanishi, ayniqsa antibiotiklardan noto'g'ri foydalanishi natijasida kasallikni asoratlariga olib kelishi mumkin. Ko'plab onajonlarimizga o'sha kasallik belgilari boshlanishi bilan o'zligicha o'zboshimchalik bilan kasallikni davolamasdan pediatr ko'rigida dori vositalarini qabul qilishlarini so'rab qolardik. Yulduzxon, tashrifingiz uchun va albatta foydali maslahatlaringiz, ma'lumotlaringiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Aziz teletomoshabinlar, dasturimiz davom etadi. Navbatdagi shifokorimizni studiyamizga taklif etamiz. Mana mutaxassisimizning tavsiyalarini ham eshitdik. Sizga shamollashdan keyin bolada qolgan asoratlarni qanday oldini olish qiziqmi? Albatta